Bugun bayram ekanda ustaligi. Kim ekan? Keling. Ha, yaxshi. Assalomu alaykum YouTube ahli. Ijtimoiy tarmoqlarda ustalarning har xil kulgili videolarini ko'rib turibmiz. Men bugun bir voqea aytib bermoqchiman. O'zimizda shu bugunda bo'lib turgan bir voqea og'aynimiz bilan bo'lgan. Og'aynimizning sohalari sartaroshli. Shu og'aynimizga bir otaxon yo'liqib qoptilar. Eshongzor masjidini yonida otaxon yurgan ekanlar. Og'aynimizni to'xtatib, "Bolam, yo'lda adashib qoldim. Shu uyimni topishib yuborsang, islomiyamman" debdilar. "Yuring otaxon, qidirib ko'ramiz mahallangizni" deb bir ikkita mahallalarga tushib chiqishdi. Otaxon tanimabdilar. Otaxondan og'aynimiz "Qatlisiz doda" deb so'ragan ekanlar. Andijonlik ekanlar. Og'aynimiz o'zlarini bilgan andijonlik shu klientlariga telefon qilib shu rasmga olib tashlagan ekanlar. "Yo'q, tanimaymiz" deb aytishibdi. Shu bilan shom mahali bo'lib turgan voqea xufton vaqtiga o'tayotganda jamoatga odamlar kelishni boshlashibdi. Shu bilan otaxonimizni tanib qolishibdi. Shu og'aynimiz, "Taniysizlarmi shu dodani?" "Ha, taniymiz. 5 vaqt namozda yonimizda yelkatosh bo'lib, namozlarni birga o'qiymiz" debdilar. Shu bilan namozga olib kirib ketishibdi otaxonni. Shu bilan og'aynimiz ish joylariga qaytayotganlarida bir onaxon duch kelib qolibdi. Onaxon otaxonni qidirib yurgan ekanlar. Shu ko'chaga chiqib ketdilar. Ko'chalarni, mahallalarni uncha bilmaydilar. Shunga "Ko'rmadingizmi bolam" deb so'rab qolibdilar. Endi Alloh taqdiri ikkala holat ham og'aynimiz bilan bo'lib turibdi. Shu bilan og'aynimiz onaxonga jamoatga namozga olib kirib ketishdi xuftonga deb aytgan ekanlar. Onaxonimiz hayron qolibdilar. Dodamiz uydan ko'chaga chiqmas edilar. Namoz ham o'qimas edilar. Aqllari sal zaifroq. Shunga namoz o'qiganlarni ham ko'rmaganmiz debdilar onaxon. Og'aynim hayron qolib, uni 5 vaqt namozga chiqadi deyishdi. Otaxonni juda ham ko'pchilik tanir ekan. Yelkatosh namoz birga o'qiymiz jamoatda deb shu otaxonni tanigan bilganlar olib kirib ketdi deb aytibdi og'aynim. Onaxon hayron qolibdilar. Uydan ko'chaga chiqmas edilar. Namozlarga ham bormas edilar deb aytibdilar. Og'aynim bu voqeani aytib berdi menga. Allohni tanishlik uchun iyminoy bir sabab bo'lish shart emas. Daryo unga oqish shart emas. Mo'jiza kutish shart emas. Bir aqli zaif lekin qalbida Alloh deb turgan bir insonni Alloh biladi. Farishtalarni odam qiyofasiga kirgizib, shu otaxonimizni qiyofasiga kirgizib, jamoatga savobini olishlik uchun farishtalarni yuborgandir. Birinchi eshitganimda etlarim junjikib ketdi. Allohni tanishligi uchun, namoz o'qishligi uchun bir mo'jiza bo'lishi shart emas. Har xil kulgili
juda ham ko'payib ketdi bunaqa videolar. Hozir bu videoni ko'rib mana 5 minut bo'libdi gapirganimga. Salkam ketib o'tkazib yuborsanglar ham kerak.